Robbingga ayt, azoblarimga nuqta qo'ysin. Yo'q, sizlar bu yerda qolasizlar. Sizlarga haqiqatni keltirgan edik, lekin ko'pchiligingiz uni yoqtirmadingiz, deydi. Ammo azob faqat olov bilan bo'lmaydi. Kishi u yerda jannat ne'matlaridan quruq qolganini o'ylab azoblanadi. Yolg'izlikdan azoblanadi. Jimlikdan va shayton bilan birga yonishdan azoblanadi. Dahshatli olovdan va kuydiruvchi muzdan azoblanadi. Allohga shukr keltirmaganlikdan va u bilan gaplasha olmaslikdan azoblanadilar. Boshqacha qilib aytsak, u yerda bir kishiga turlicha azob beriladi. U kunda Alloh jahannam ahliga menga gapirmang deydi. Qanday achinarli manzara. Robbilari bilan aloqalari butunlay uzildi. Olov ichidagi odamlarning qo'llari zanjirband qilinadi va alanga butun tanalarini qoplaydi. Ko'zlari dahshatdan qotib qoldi. Har bir olgan nafaslari jahannamning tafti bilan to'ladi. U yerdan qochishga harakat qilishadi, lekin qochishning iloji yo'q. Boshlaridan qo'yilgan olov terlarini eritib, ichlarini qaynatadi. Qur'on buni shunday tasvirlaydi. Va saqar nimaligini sizga nima bildirdi? U boqiy qoldirmas va tark ham qilmas. U terini ko'p kuydirguvchidir.